Shunday qilib so'nggi yangiliklarda 15-qishloq, 125-qishloq, 16-qishloqlarga banditlar bostirib borgan. Keyingi qishloq 13-qishloq bo'lishi mumkin. Shuning uchun hoziroq ehtiyot choralaringizni ko'ring. Nima deyapti? Sizlar ishlayapsizlarmi? Nima deyapti bu? Chenursan. Biz hoziroq tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Buni o'chiring, buni o'chiring. Bular nimalar deyapti? Biz juda ham xavf ostidamiz. Men ham qo'rqib ketyapman. Bizga banditlar bostirib kelyapti. Tushunyapsizlarmi? Men sizlarni tushunib turibman. Bo'ldi, jiminglar. Men ham sizlarga o'xshab qo'rqayapman. Ammo o'zimizni bosib olishimiz kerak bo'ladi. Bugun bizning qishlog'imizga banditlar bostirib kelishi mumkin kechqurun. Shuning uchun biz hozir chorlarimizni ko'rishimiz kerak bo'ladi. Jitillar, politsiyaga qo'ng'iroq qilishimiz kerak. Nima politsiya? Politsiya qishlog'imizdagi narsalarni olib ketadi-ku. Agar boyliklarimizni ko'rsa, legimizda boyliklar ham yo'q tashqarida. Polizlar ekinlar bor, uyimizda hech qanaqa olmos ekinlar yo'q. To'g'ri, bizga esa tansoqchi kerak. Xavfsiz bo'lish uchun qishlog'imizda legimizda tansoqchi yo'q. Shuning uchun biz kimdirimiz bo'lishimiz kerak. Men bo'lmayman. Sen bo'lasan? Sen bo'lasan? Yo'q, men bo'lmayman. Men ham bo'lmayman. Biz unda kimni tansoqchi qilamiz? Menga aytinglar, to'xtanglar, menda g'oya bor. Men Kompotni bilaman. U yaxshi va u juda ham kuchli bo'lib, u jasur va qo'rqmas. Shuning uchun biz Kompotning uyiga boramiz. Kompot bizni himoya qilishi mumkin. Qani ketdik. Barchangizga salom. Sizlar bilan birgalikda bugun men Kompot va mening kanalimga xush kelibsiz. Do'stlar, mana bu yangiliklarda juda ham g'alati Minecraftda banditlar qishloqqa bostirib kelyapti ekan. Juda ham g'alati. Hozirgacha 15-qishloq, 16-qishloq, 17-qishloq, 246-qishloqlarga bostirib borishibdi. Keyingi qishloq esa bizning qishlog'imiz ekan. Eshigim taqillab qoldi. Hozir 1 daqiqa kutib turing. Men qilishimni olib oldim. Kim bular banditmikin? Nima qilyapsizlar? Kompot, bizga yordam ber. Bizga qo'rqish kerak. Sen qishlog'imizni qo'riqlab ber. Iltimos. O'zingizni bosing. Nimaga unday juda ham baland gapirasizlar? Bo'ldi, o'zingizni bosib oling avval. Bizga xullas qo'rqish kerak, tushunyapsanmi? Bizga qo'rqish kerak. Axir qishlog'imiz xavf ostida. Bizni hech kim ola olmaydi. Sen juda ham kuchlisan-ku. Sen bizga qo'rqishlik qilib ber. Nima deyapsizlar? Sen bizga qo'riqchi bo'l deyapsizlarmi? Qaysi miyalar bilan gapni aytasizlar? Axir men oddiy Kompot bo'lsam, menda hech qanday super qobiliyat yo'q. Men qanday qilib qo'riqchi bo'lishim mumkin? Iltimos. Axir sen o'yinchisan-ku, sen bizga yordam ber. Senda qurol bor-ku. Biz senga hamma narsada yordam beramiz. Sen bizni himoya qilib bersang bo'ldi. Bilmadim. Sen oldingi videolaringda qishlog'imizni himoya qilgan eding, Jitilni himoya qilgan eding, uning mashinasini himoya qilgan eding va Jitilning tojini ham, ya'ni mening tojini ham himoya qilgan eding. Shuning uchun sen qishlog'imizni bunday bo'lishiga yo'l qo'yma. Mayli do'stlar, sizlar mana shu videolarni o'tib ko'rishingiz mumkin. Sen nima deydi? Bularga yo'l qo'yma. Qishlog'imiz zarar ko'rishiga, qishlog'imizni vayron qilishlariga yo'l qo'yma. Mayli, men bo'laman. Ura! Mayli, men buni qilaman. Axir 13-qishloq uchun. Rahmat senga. Rahmat. Sen juda ham ajoyibsan, Kompot. Mana senga qilich. Xo'p. Menda bor-ku, mana shu qilich bor. Unda nima qurollarim bor deydilar. Mayli, men o'zim amallarim, sizlar ham topib turinglar nimalar. Bizga bloklar ham kerak bo'ladi. Menda kiyim bor edi, qo'riqchi kiyimim, o'zingiz biladigandek. Sen kiyim kiyasan. Ura. Mayli, men unda uyga borib kiyinib chiqay. Mayli, sizlarga omad. Qani bosinglar, qo'rqmanglar faqat. Do'stlar, men o'ylamagan edim bir kun kelib butun qishloqni qo'riqlayman deb. Oddiy, ozginaga qo'riqlab turgan edim, ammo meni butun qishloqni qo'riqlashga tayyorlab qo'yishdi. Mayli, axir qishlog'imiz uchun-ku. Bugun biz banditlarning adabini beramiz. Shuning uchun ular kechtoqqa kelishsa kerak. Mana shu videoni ham ko'rishingiz mumkin. Mana mashinani ham qo'riqlagan edim. Mayli, men kiyinib olay. Xo'sh, Jitillar, men tayyorman. Men Axrana bo'lib keldim. Hammangizga salom yana bir bor. Men endi Axranaman. Meni chaqirishingiz mumkin xohlagan laqabingiz bilan. Mayli, bugun sizlar tayyor bo'ldingizmi? Mana bu sandiqlarni olib kelib qo'yibsiz. Biz tayyormiz. Endi men sizlar uchun vazifalarni aytib bersam. Mana bizni qishloqni himoya qilishimiz uchun planlari. Birinchisi, biz katta minora qurishimiz kerak va u yerdan qurollar bilan o'tirishimiz kerak. Mana shu yerda kim buni bajaradi? Men. Mayli, sen. Xo'p,
Va endi ikkinchi planga o'tamiz. Sen u yerda o'tirasan oq kiyimli. Xo'p, mayli. Endi keyingisi esa bizning rejamizda menda qurollar ham ko'p. Ha, to'g'ri. Mayli, keyingi rejamiz esa har soatda biz qishloqni aylanib chiqishimiz kerak bo'ladi. Men har 3 soatda qishloqni aylanib chiqaman. Sizlar esa uni tekshirib turasizlar. Men har 3 soatda butun qishloqni aylanib chiqaman. Ularga esa sizlar ham yordam berasizlar. Tushunarlimi? Tushunarli. Va bizning keyingi topshirig'imiz biz tuzoqlar qo'yishimiz kerak bo'ladi o'rmonlarga. Tushunarlimi? Albatta tushunarli. Biz unda vazifalarni boshlaymiz. Mana bu yerlarga biz tuzoqlarni o'rnatib chiqishimiz kerak bo'ladi. Albatta hammangiz ishingizni boshlang. Biz hoziroq ishni boshlaymiz. Xo'p bo'ladi. Sen nima sen shu axir sen bizning qo'rqchimizsan. Jitalar, biz ularni tezroq kech bo'lguncha qilishimiz kerak. Shuning uchun hozirroq harakatni boshlaymiz. Tezroq bo'linglar. Tezroq jitalar ishga kirishing. O nima bu? Jitalar, men sizlarga nima degan edim, sizlar nima qildingiz? Sen katta minora so'raganding, biz qildik. Bu yerda katta pulemyotlar ham bor. Ko'rinib turibdi. Mayli, qisqasi buni unuting. Buni ko'rgan banditlar bu yerga qadam ham bosmasa kerak. To'g'ri aytasan, sen barcha ishlarni to'ppa-to'g'ri zo'r qilding. Biz senga ishonamiz. Men shunchalik tuzoqlarni ko'p qo'ydimki, ular ana shu yerni o'zida barbod bo'lishadi. Ishonaveringlar. Ana bu yer hamma joyga qo'yib chiqqanman. Va hattoki mana bu g'orlargacha. Ajoyib, sen ajoyibsan-da, biz senga ishonar edik. Mana bu yerga chiqib olinglar. Biz ularni kutib olamiz. Allaqachon oqshom ham bo'ldi. Qani do'stlar, unda boshladik. O, ajoyib. Qani jitalar, menga bu yerlarni ko'rsatingchi. Hozirda mana bu qizil taxtani ko'ryapsanmi? Albatta ko'ryapman. Qanday ajoyib dizaynni qildinglar. Bu dizayn emas, bu qopqon. Buni tagida nima deydi? Lavali suvnami? Xullas lava borda, bu yerga tushasan, o'lasan. Ha. Mayli, Sen ikkinchi qavatga chiq, kompot. Ikkinchi qavat, xo'p, ajoyib texnologiyalar qilibsizlar, lekin vau, ajoyib. Ikkinchi qavatda nima bor? O, oddiy yotoqxona, lekin bu yerda ham nima bor? Yo'q, bu yer oddiy dam olish uchun joy. Sen charchasang mana bu yerda dam olishing mumkin. To'g'ri, rahmat, lekin mening vazifam qishloqni himoya qilish. Chunki shuning uchun men uxlamayman-da. Ha, mayli, biz keyingi qavatga chiqaylik. Bu yerda yashirin mana tugma ham bor ekan. Ha, yaxshi. Mana men endi keyingi qavatga o'tyapman. Do'stlar, qanchalik uzun va katta minora qurishgan, erinmasdan, mana shu paytgacha. Vau, ajoyib. Bu kiyimlar senga qo'riqlash uchun sandiqni ochchi. Ajoyib, men bularni kiyib olaman. Sandiqda qurollar, pulemyotlar. Ha, men bularda ajoyib vazifalar bajaraman. Mana bu yerda mana bu pulemyotni qarang. Ehtiyot bo'l, kompot. Hop, ehtiyot bo'laman, ajoyib. Mayli, endi sizlar ham ketsinglar bo'ladi. Men bu yerni bajarayotganimda qishloq bemalol xotirjam uxlasa bo'laveradi. Ha, mayli, olmas senga. Do'stlar, ular ketishdi va biz endi haqiqatan ham ishni boshlaymiz. Ular hozir kelib qoladi. Biz hamma joyni tekshiramiz, ular kelyaptimi yo'qmi? Mana bu yerda lavalar, mana bu yerda tuzoqlar portlaydi. Mana bu yerda tikonlar bor. Nimalar deyapman? Xullas biz ularni kutamiz. Hozir ular kelib qolsa kerak. Yoki bu yolg'on xabarmidi? Menim shular keladi. Hozir biz ularni ko'ramiz. Ular kelyaptimi? Hozircha hech qayerda ko'rinmayapti. Ular qani? Ular ko'zimga ko'rinmayapti. Qani bu yerlarda yo'q. Bu yerlarda ham yo'q. Balki orqa tarafda bordir. Bu payt non zo'r ketadi. Va nihoyat, to'xtang. Bo'ldi, o'chir. Bu jinnik jiringlab qoldi. U jiringlayveradi o'zidan o'zi har 2-3 soatda. Va mening vazifam 3 soatda bir tashqariga chiqib, ularni
ko'rib kelish, kuzatish. Ha, do'stlar 3 soat bo'libdi. Men shuning uchun hozir pastga tushib kuzatib kelaman. Ular keldimikin, yo'qmikin yaxshilab qishloqni aylanib chiqishim kerak. Bu yerlarni esa yopib qo'yamiz. Har holda kerak bo'ladi. Eshigi esa ochiq qolib ketibdi. Endi tekshiramiz. Ey, aytgancha mening fonarim qolib ketibdi. Fonarim olib ketibdi do'stlar, shuning uchun men hozir qaytib kelaman. Ha, bo'ldi do'stlar, men fonarimni olib keldim va men o'q o'tkazmaydigan branjiletimni ham kiyib oldim. Endi biz ularni tekshirishga boramiz va bu 15% ga meni tezligimni olar ekan. Men juda ham sekin yurayapman. Agar ulardan qochmoqchi bo'lsam, men qanday qochaman bunchalik sekin yurishdan? Mana bu fonarlarimda ularni tekshiryapman. Ko'rasizlarmi, ular qayerdan qayergacha? Bu fonarim meni yorityapti, yoritgichim. Ha, mana bu yerlarni tekshiryapmiz. Bu yerda esa ular yo'q. Ha, yaxshi. Agar men ularni ko'rsam, sira zotib tashlayman. Sizlar ham eshitdinglarmi? Chinursin, u yerni kimdir kavladi. Balki o'shalar banditlardir. To'g'rimi? Qani, u yerda esa yo'q. Qayerda bo'lishi mumkin? Biz u yerlarga borib ko'ramiz, chunki ana shu yerdan ovoz keldi. Bu yerda esa oddiy qo'y. Bu yerda hech narsa yo'q. Qo'y, oddiy qo'y ekan, ular bandit emas ekan. Chinursin, unda qo'y shunda hozir o't yedimi, yer kavlaganday bo'lib, ha mayli, bu oddiy qo'y ekan. Bular banditlar hech qayerda yo'q. Oddiy qo'yning ovozi ekan. Biz qidirishda davom etamiz, tekshirishda davom etamiz to'g'rirog'i. Ular hech qayerda yo'q, biz bemalol yuraveramiz. Mana bunday domimiz bor, juda chiroyli ko'rinyapti meni ko'zimga. Hop, biz ularni tekshiryapmiz. Ular hozircha yo'q, menimcha tinch. Biz bemalol dargohimizgami, xullas shunday joyimizga qaytsak ham bo'laveradi. Sen borib jamoamizni olib kelasan. Biz tayyormiz, tushundingmi? Biz bu yerni ham bosib olamiz, narsalarni o'g'irlaymiz. Mana shu bilan biz bu ishimizni tugatamiz. Sen nima desang shu-da. Biz bu yerga kiramiz. Xo'p, tayyormisan? Men borib ko'zdan kechirib kelaman, keyin sen jamoani chaqir. Bu nima? Pastga tush. U yerda qandaydir xavfsizlik uchun minora bor, qaragin. Nimalar u? Xullas, u bizni qo'rqitmoqchi, shuning uchun qo'yib qo'ygan. Menimcha u yerda hech kim bizni kuzatmayapti. Yoki kuzatyaptimikan? Ha, mayli. Menimcha ular xavfsizlik uchun qo'yib qo'ygan. Balki ular kimdir bizni kuzatgandir. Balki bormasmiz ham. Qanday miya bilan aytyapsan bu gapni, ahmoq? Biz u yerga borishimiz kerak. Mayli, men boraveraman. Mana buni qo'yamiz ham, chunki ular yo'q. Do'stlar, ular yo'q, biz yana ko'zdan kechiramiz. Sen qishloqni qo'riqla, ko'zdan kechir. Baribir ular kelmayapti. Bu yerni tekshiramiz. Bu yer hali tinch, bu yer tinch va bu yerlar esa tinch. Ha, yaxshi. Endi bitta to'g'rimiz qoldi va bu yer ham tinch bo'lsa kerak. Nima odamlarmi? Bular kim? Voy, Chinursin, banditlar kelibdi-ku. Qaysi miya bilan keldinglar? Mana bu minorani ko'rib turibsizlar-ku. Nima uchun kelyapsizlar? Ahmoqsizlar. Men ularni hozir bitta-bitta otib tashlayman. Men mana shu qurolim bilan, men qurolimni ularni mo'ljallayman, nishonga olaman va to'sarligim bu bitta-bitta o'q otadi. Axir menda pulemyotlar bor-ku. Ularni qo'rqitish uchun yetarli. Uni otmasam ham balki otarman. Mayli, biz pulemyotlarni ishga tushiramiz va mana sekin biz endi nima qilamiz? Bu yerdan ketganimiz ma'quldir. Jinnimisan? Men senga hozir aytganimdek bu yerdan ketmaymiz. Mana bularni qara, Chinursin, bular bizni qo'rqitish uchungina xolos. Ey, ahmoqlar, sizlar nega keldinglaring? Jinnimisizlar? Hozir sizlarni bitta-bitta yo'q qilib tashlayman. Qara, ishga tushinglar. Chinursin, nima bu? Ey, sen qariga ketding do'stim. Ahmoq yarmas. Mana bu yerga kel, seni otib tashlayman borsam. Hay do'stlar, ular ketib olishda qo'rqqanidan menimcha ular chuvarishdi. Men juda ham hayronman. Nima uchun ular kelganini ko'rib turishibdi-ku. Mana bu yerda mana bunday minora turganini. Mayli, biz qishloqni himoya qildik. Bo'ldi, ular qaytib kelmaydi, jamoasini olib kelmaydi. Ular boya aytganimdek chuvarishdi. Mayli do'stlar. Xullas, barchangizga xayr. Sizlar bilan birgalikda bugun men kompot bo'ldim. Videomiz 14 minut bo'lib ketibdi. Barchangizga xayr, sog' va salomat bo'ling. Men juda ham jasurman, to'g'rimi? Albatta to'g'ri.